xo'jaligi inspeksiyasi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan grafik asosida inshootlar xavfsizligini ishlashi bo'yicha belgilangan reja grafik asosida o'tkaziladi. Bizda viloyatimizda 11 ta gidrotexnik inshootlar obyektlarimiz bo'lib, bugungi kunda Yangi Mirzacho'l kanalimizda reja bo'yicha tasdiqlangan o'tkazilmoqda seminarimiz. Bunda gidrotexnik inshootlar xavfsizligi to'g'risidagi 2023-yil 30-avgustda tasdiqlangan 865-sonli qarorimiz bor. Bunda inshootning xavfsizligi, texnik holatda esolaqat saqlash, xodimlarga obyektlarni xavfsizligini asosan saqlanishi, texnika xavfsizligiga jiddiy rioya qilishi, qolgan binolarni talafotdan saqlash